Navbatdagi savol. Ustoz, shariatda juma namoziga chiqish borasida erkak va ayollar o'rtasida farq bormi? Agar bo'lsa, dalillar asosida tushuntirib bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Albatta farq bor bu masalada. Juma erkaklarga farz qilingan, ayollarga emas. Buni dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ayollarni jumaga kelinglar deb chaqirmaganlar. Ya'ni mana bu narsadan o'zi amaldan o'zi ko'ringanki, demak ayollarga emas bu narsa. Ya'ni bu juma balog'atga yetgan, aqlli, hur bo'lgan erkaklar uchun degan. Muqim bo'lgan odam. Musofir odamga ham vojib emas. Agar musofir odam o'qisa, jumani o'qisa peshini soqit bo'ladi. Ayol kishi agar chiqib juma o'qisa, masjidga chiqib peshini ado bo'ladi. Chunki Rasulullohning zamonlarida bo'lgan bu narsalar. O ayollar, o musofirlar, sizlar peshin o'qishlaring kerak, juma o'qiganlaring bilan bo'lmaydi demaganlar. Mana shundan bilinadiki, agar musofir odam yoki ayollar yoki qullar masalan juma vojib bo'lmagan odamlar chiqib juma o'qisa peshini soqit bo'ladi. Lekin ularga juma vojib emas. Dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amaliy hayotidan ko'rilgan narsa shu. Ya'ni Rasululloh ayollarni chiqinglar bo'lmasa, balog'atga yetgan ayol borki, hammani chiqinglar deb buyurgan bo'lardilar, unday qilmadilar. Vallohu a'lam. Navbatdagi